Demak, keyingi masalamiz 14-masala. Topinam bir o'simlikda poyasining uzunligi dominant, kaltagi resessiv. Tugunagi noksimon bo'lishi dominant, sharsimon bo'lishi resessiv. Poyasi bo'g'im oraliq uzunligi dominant, qisqaligi resessiv. Yani to'liq dominantli bo'lib bitta xromosomada to'liq spirkan holatda irsilanadi. Endi tajribada aytyapti uzun poyali noksimon tugunakli. Demak, uzun poyali dominant, noksimon dominant, bo'g'im oralig'i uzun bo'lgani dominant. Endi xo'sh. Endi kalta poyali sharsimon tugunak bo'g'im oralig'i qisqa bo'lgan o'simliklar bilan. Ya'ni bu organizm chatishtirilgan natijada A, B, D nima bo'lgan? Hosil bo'lgan. Endi bizda genlar joylashuv tartibi ya'ni quyidagicha. Ya'ni F1 duragay nima deyapti? Resessiv organizmlar bilan nima qilinadi? O'zaro chatishtiriladi. Resessiv bilan o'zaro chatishtirib chiqaradi. Demak, oldinroq krassingolar tushadi. A, B, D kichkina, katta B, kichkina D. Demak, barcha genlar dominanti 1220 ta. Mana. 1220 ta. Barcha genlar resessiv esa 1372 ta. Endi A va B orasida sodir bo'ladigan masofamiz bor. Bunda katta A, kichkina B, kichkina D, kichkina, katta B, katta D soni bor. Endi keyin B va D gena orasida sodir bo'ladi. Ya'ni katta B, kichkina D, kichkina B, katta D va amaliy qo'sh krassingoverimiz bor, ya'ni qo'shimcha uchraganlari. Ya'ni katta A, kichkina B, katta D, katta B, kichkina D. Ya'ni bu 90 ta ekan, bu 102 ta ekan. Xo'sh. Bu organizmlarimiz soni 680 ga 760 taga. Demak, 680 bu ketdi, 260 ga ya'ni kalta poyali noksimon tugunak bo'g'im oralig'i uzun. Bu demak 260 ta ekan. Uzun poyali sharsimon tugunak bo'g'im oralig'i qisqa bo'lgan o'simliklar 316 ta ekan. Demak, amaliy qo'sh krassingovni topamiz. Amaliy qo'sh krassingoverimiz. Ya'ni umumiy organizmlarimiz sonini qo'shib chiqsak 4800 tamiz 100%. Ya'ni amaliy qo'sh krassingovning 192 tasi 4%. 4% tashkil etadi. Endi B va D gena orasi masofamiz bizdan nimani so'rayapti o'zi? B bilan D, ya'ni B bilan D. Xo'sh. Umumiy organizm 4800 tasi 100%. 680 760 qo'shsak 1440 imiz 30%.
ga teng. 2 krasingar foizi. Endi bunga amal qo'shkasi qo'shsak 34% ga teng bo'ladi. Demak, davr javob. Keyingi masalamiz 20-masala. Xrizantem o'simligida gultojning to'q sariq bo'lishi, och sariq bo'lishi ustidan barglar chetki qismi qirilgan bo'lishi, tekis bo'lishi ustidan, sochasining yirik bo'lishi, kichik bo'lishi ustidan dominant qilib, bitta xromosomni chala birikkan holat irsilanadi. 4 juftga bunda boshqa gamma xromosom joylashib, dominant PB genlari erta pishar, heterozigot holat o'rta pishar, ressiv holatda kech pishar bo'lar ekan. Heterozigotda to'q sariq rang gultoj barglari bargi tekis, sochasi yirik, kech pishar xrizantem o'simligi. Tetragamozigotda och sariq gultoj barglari qirqilgan, sochasi kichik, erta pishar xrizantem o'simligi bilan chatishtirilgan. Ekber avlod barcha belgilar bo'yicha gammazigotda resessiv organizm bo'lib, tahlil chatishi natijada quyidagicha natijalar olingan. Xo'sh. Bizda to'q sariq bo'lishi dominant, och sariq bo'lishi resessiv qiladi, dominant qiladi. Cheti qirqilgan bo'lishi dominant, tekis bo'lishi nima resessiv bo'ladi. Xo'sh, yana quyidagicha chatishtirildi deyapti. Ya'ni katta A, kichkina b, katta D. Yani tetragamozigota deyapti. Organizmlar. Ushbu organizmlar bilan chatishtirildi. Xo'sh, o'zaro chatishtirilgandan keyin bu hosil bo'ladi. F1 avlod deyapti, barcha belgisi bo'yicha resessiv bilan nima qilingan o'zaro chatishtirilgan. O'zaro nima qilingan, chatishtirilgan. Natijada ushbu nima hosil bo'lgan? Organizmlar hosil bo'lgan. Biz interferensiya topishimiz kerak. Birinchi qiladigan ishimiz bizda olingan organizmlari bor. Amaliy qo'sh krasini topish. Ya'ni umumiy organizmlarimiz soni 6400 ta. Demak, 6400 tasi 100%, umumiy 15, 17, 14, 18 qo'shib chiqsak 64. Demak, amal qo'sh krasini foizi 1% ga teng. Endi keyingisi A va B orasida sodir bo'lgan masofani topishimiz kerak. Yakka krasini foizi topa olamiz oldin. 6400 tasi 100%. Ya'ni 284, 292, 290, 286 larni jami qo'shib chiqsak 1152. Bu teng 18% ga teng. Bunga amaliy qo'shib chiqsak 19%. Bu A va B orasida sodir bo'lgan masofa. Endi keyingisi B va D geni orasida sodir bo'lgan masofa. Ya'ni 6400 tasi yana 100%. Endi bularni qo'shib chiqsak 704 tami. Ya'ni 174 qo'shaman 178, qo'shaman 172, qo'shaman 180 ni. 704 ta. Demak, 704 tasi hisoblab chiqsak 11%. Buni amalga qo'shsak 12% ga teng bo'ladi. Endi keyingisi nazariy qo'sh Krassingover topish. 19 ko'paytirilgan 12 bo'lingan 100 teng 2,28% ga teng.
Keyingisi koinsidensiyani topish amaliy nazariga bo'lamiz. Ya'ni 1 bo'lingan 2,28 teng 0,44. Endi interferensiyani topamiz. 1 dan ayiramiz 0,44 ni teng 0,56. Demak, ajoyib. Keyingi masalamiz 18-masala. 3 juft gen bo'yicha heterozigota bo'lgan makkajo'xori o'simligi ushbu bo'yicha resessiv gammasiz o'simlik bilan chatishtirilgan. Olingan natijalarda quyidagicha nisbat olingan. Ya'ni jadval bo'yicha berilgan. Biz x, y, z ni o'rniga a, b, c olamiz. Demak, eng kamlarni topib olamiz. Nokrasingovilari. Katta A, katta B, kichkina d. Endi eng kamlari katta A, kichkina katta. Demak, farq qilayotgan gen doimo qayerda joylashadi? O'rtada joylashadimi? Demak, bizda haqiqatan ham B geni u tomonga o'tkazsak, qo'shma rasmiy organizmga aylanadi. Demak, gen joylashuv tartibi A, B, D holatda joylashgan. A, B, D holatda joylashgan. Endi ya'ni A, B, D bor. Kichkina B, katta D bor. Bu 172 ta. Bunisi ham 172 ta. Endi krassingor uchratganimiz yakka krassingor A va B orasida sodir bo'ladi. Kichkina A, katta B, kichkina D. Katta A, kichkina B, katta D. Bular 17 ga 15. Teskarasi ekan. B esa 15. Bunisi esa 17. Endi D ni almashtiraylik endi. Barcha dominantlar bir tarafda. A, B, D kichkinalari. Demak, 30 ga 28. Va qo'shma rasmga uchraganlari katta, kichkina, katta, kichkina, katta, kattasi. Demak, bu 2 ga 3. Umumiy organizmlarimiz soni 400. Birinchi qiladigan ishimiz amaliy qo'shma rasmga topamiz. Jami qo'shib chiqsak 439 tasi 100%. Amalisi 5 tasi 1,138 ga teng. Keyingisi A va B gen orasida sodir bo'lgani 439 imiz 100%. 32 imiz, ya'ni bular ikkalasi 8,42 ga teng. Endi 32 ko'paytirilgan 100 bo'lingan 439. Bunga 38. Demak, bu 37, ya'ni 32 bo'ladi. 32 ga 5 qo'shib chiqsak 37 bo'ladi. Ya'ni umumiysi 842. 842%. Endi uchinchisi B va D gen orasida sodir bo'lgan. Ya'ni 439 imiz 100%.
Endi 30, 28, 58, 58 ga 5 ni qo'shsak 63. 63imiz teng 14,35 ga teng. Endi keyingisi nazariy qo'sh krassingoy topamiz. 842 ga ko'paytirilgan 14,35 bo'lingan 100 teng 1,2. 1,2 ga teng. Xo'sh, endi keyingisi koeffitsiyentini topish. 1,138 bo'lingan 1,2 ga teng 0,94. Endi keyingi ishimiz interferensiyani topish. 1 dan 0,94 ni ayirsak 0,06. Bizdan aytyapti interferens foizini so'rayapti. Ya'ni buni 100 ga ko'paytirib qo'ysak 6% ga teng. Ajoyib. Keyingi masalamiz 22-masala. Ya'ni A, B, C va D genlari o'zaro bitta xromosomda joylashgan ekan. Lekin A, B, C, D genlari orasidan faqat bittasi nogamologik xromosomada joylashadi. Buni qanday topamiz? Oldin doimo eng ko'p nokrassingoverlarni yozib olamiz. Demak bizda 1430 kichkina a, katta B, kichkina C, katta D bor va katta A, kichkina B, katta C, kichkina D bor va kichkina B, kichkina A, katta B, kichkina C, katta D bor A, B, C, kichkina ekan va katta, kichkina, katta, katta bor. Bular nokrassingover organizmlar hisoblanadi. Nokrassingover organizm. Mana shundan bilib olsak bo'ladi. Ya'ni qaysi gen bilan farqlaydi. Ya'ni D geni demak boshqa nogamologik xromosomada joylashgan bo'ladi. Ya'ni genlarning joylashuv tartibi A, B, D holatda joylashgan. A, B, D holatda joylashgan. Ya'ni katta A, kichkina B, katta C, kichkina A, katta B, kichkina C organizm barcha belgisi bo'yicha retsessiv organizmlar nima qilingan o'zaro? Chatishtirilgan. Natijada ushbu organizmlarda hosil bo'lgan birinchi qiladigan ishimiz amaliy qo'sh krassingover topish. Bizda umumiy organizmlar soni jami 8000 ta. Demak 8000 tamiz 100%. Bular eng kamlari 21, 20, 19, 18 ni qo'shib chiqsak 78. 78imiz 0,975 ga teng. Keyingisi A va B geni orasida sodir bo'lganlari. Ya'ni 200 taliklar A va B geni orasida sodir bo'lgan. Ya'ni 8000 tasi 100%,
800 tasi 10%. Bunga amaliy qo'shib rasmini qo'shib chiqsak 10,975 ga teng. Endi keyingisi B va D genora sodir bo'lgani. Ya'ni 352, ya'ni 352, 362, 360, 360 va 368 lar B va D genora sodir bo'lganlar hisoblanadi. Ya'ni 8000 ta organizm 100%, 1440 ta organizmimiz 18,025 ga teng. Bunga amaliyni qo'shib chiqsak 19%. Endi nazariy qo'shib kirasini topamiz. Nazariy qo'shib kirasini over. Amaliyimiz nazariy topishni olsin, demak 10,975 ko'paytirilgan 19 bo'lingan 100 teng 2,08525 ga teng. Keyingisi koeffitsiyentini topish. 0,975 bo'lingan 2,08525 ga teng. Teng 0,47. Endi bizdan so'rayotgan narsasi nazariy qo'shqira singover ekan. Bizning nazariy qo'shqira singover demak 2,085 ga teng. Ya'ni 2,9 olib ketsak bo'laveradi. Ya'ni bahorjoq.